metan propan o'rnatamiz aksiya narxlarida. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugungi ish kunimiz ham davom etmoqda. Mashinalarimizni olib qolganmiz. Cobalt mashinasi, bunga propan qo'yib beramiz. 65 talik balon, original zapchastlar bilan uстановка qilib beramiz. Endi olib qoldik hozir. Bu Cobalt mashinamizga ham propan, Mix3 ga ham propan, Damas'ga metan, Damas baloni. Metan baloni. Bu mashinamizga propan qo'yib berdik. 4-bakalining real farsunka. Original xomatlarda fragment italyan shlanglar ishlatganmiz. Nordic reduktor. Miyasi Yevropa gazi 24 ga 4 blok upravleniyasini foydalanganmiz. Basiko orqa qismiga 65 talik propan balon joylab berganmiz. Balon joylashi beloruskiy balon. Bu mashinamiz hozir kompyuter ishlarini qilib beramiz endi. Bu mashinalarimiz orqa qismi o'rnatilyapti. Hozir 47 talik termotrubka bilan joylab beryapmiz. Mix3imizga shu tagini shunga qilganmiz. Bu Cobaltimizga ham taglarni shunga qilib 47 talik tabletka balon termotrubkalar bilan qo'yib berganmiz. Mashinani 65 talik qo'yamiz endi. Ichkarida Cobalt mashinamizga 65 talik propan hozir taglarni shunga qilib chiroyli qo'yib beramiz. 12 mashinamizga ham 65 talik propan joylab berdik. Akkuratni orqalarni yo'q qo'yibdi. Oldi qismiga 100% original zapchastlarda uстановка qilib beryapmiz. Royal italyanskiy farsunka, Nordic reduktor qo'yib beramiz hozir. Suvlarni mana pechkadan, promoy pechkadan beryapmiz. Blok upravleniya avansi 32 ga 4. Reduktorimiz Nordic reduktor. Tashqaridagi mashinalar zapchastlari Yevropa gazdan foydalanyapmiz. Hammasining miyasi Nordic italyanskiy reduktorlar. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilsangiz mumkin. Bundan tashqari har xil turdagi MPGD motorlarga metan propan o'rnatish xizmati mavjud bizda. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar.